Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga bitta novostroykada qilingan santexnika отопление ishlarini tanishtirmoqchimiz. Xo'p, kvartiramizning hududi umumiy maydoni 45 kvadratdan iborat. Lekin 45 kvadrat bo'lsa ham reja bilan ish qilingani uchun iloji boricha har bitta joydan unumli foydalanilgan. Misol uchun mana shu yerdan eshigidan kirib kelaverish. Eshigidan shundoq kirilganda bu yerda chap qo'limizda bizani garderoblarimiz, shkaflarimiz bo'ladi, oyoq kiyimni qo'yiladigan joylari bo'ladi. Keyin bo'lsa mana bu yerda mana shu chizuvdan oshxona boshlanadi. Bu yerda moykamiz bo'ladi. Bu yoq tomonida bo'lsa avtomat posuda moykamiz bo'ladi, ya'ni idish tovoq yuviladigan moyka ham bo'ladi. Kirib kelganda shundoq studiya format qo'yilgan. Bu yerda misol uchun alohida o'tirib ovqatlanadigan stul qo'yiladi bu yoq tomonda. Bu yoqda bo'lsa, kirganda bo'lsa, mana bu yoq tomonda zona o'ddix. Ya'ni bitta ingichka mana shu joyda eshik bo'ladi. Mana shu eshikning o'rni tupli pol tashalmagan. Shunda eshikni yonga ochib qo'yib, zona o'ddixda kirib, mana bu yerda alohida televizorlari bo'ladi. O'tirib, mягкий kreslolarda o'tirib, bemalol dam olib, orom olsa bo'ladi. Xo'p, tupli pollarimizni ko'rsanglar, bu yerda ham tupli poldan, ham radiatordan foydalanilgan isitishga. Tupli polimizni faqat oyoqni tegani zaxni olish uchun yoqamiz, xonani isitishga foydalanmaymiz. Asosiy issiqlikni bo'lsa, radiatordan olgan holatda isitamiz. Nimaga unaqa desanglar? Chunki tupli pol mana shu xonada baland yoqilsa, birinchidan oyoqdan qattiq isigani hisobiga odamga noqulay issiqlik beradi, yoqimsiz issiqlik beradi. Keyin havoni, mana shu havoda namlik bor, o'sha namlikni quritishga sabab bo'ladi, baland yoqib yuborilsa. Radiator bo'lsa, xonadagi namlikni saqlagan holatda xonani isitadi. Radiator eng yoqimli issiqlikni chiqazadigan isitish tizimi hisoblanadi. Endi buni qanaqa boshqaraman haroratini desanglar, mana bu yerda biz datchiklik uchun joylar chiqazib ketganmiz. Bu yerda bizda 5 ga 0.75 kabel tashab berganmiz. Simlarni ham o'zimiz montaj qilib berganmiz. Bu yerda bitta datchik bo'ladi, duxkanalniy bo'ladi. Alohida polga harorat belgilay olamiz. Alohida polni past qilib yoqib qo'ya olamiz. Undan tashqari radiatorga ham alohida harorat belgilaymiz. Radiatorimiz xonaning temperaturasiga qarab o'zi o'chib, o'zi yonadi. Tupli polimiz bo'lsa, polni temperaturasida o'zi o'chib, o'zi yonib ishlayveradi. Bu narsa ertaga datchik mana shu joyda turishi, ertaga ham boshqaruvga ham oson bo'lishi uchun shunaqa balandlikda qo'yilgan. Xo'p. Bo'ttimiz bo'lsa, mana shu holda tupli pollarini bo'lsa, mana shu datchikdan boshqaramiz. Buni kabeli 3 tali, bunga kichkina kabel tashasa ham bo'ladi, kamroq kabel tashasa ham bo'ladi. Buniki sodda bo'ladi, faqat polga harorat belgilaydi. Endi bo'lsa, mana shu yerda holimizda alohida kotelnik uchun joy ajratishgan bizga. Kondensatsionniy koteldan foydalanganmiz. Gaz ekonom bo'lishi uchun hozirgi kunda kundan kunga gaz narxi oshib ketyapti. Kondensatsionniy kotel iloji boricha gazni ekonom qilib turib, yaxshi issiqlik energiyasi bera oladigan kotel hisoblanadi. Tagiga boiler qo'yib berganmiz. Boilerimiz 80 litrlik. Nimaga o'zi boiler qo'ydinglar? Bizda o'zi bitta xonmon, bitta oshxonamiz bor. Boiler qo'ymasdan turib ham issiq suv olsa bo'lardi-yu, to'g'ridan-to'g'ri duxkontrolni kotel qo'yib turib desanglar bo'ladi. Lekin bizani klientimizga biz har doim eng yaxshi taklifni beramiz. Aytdi, "Oka, issiq suv qanaqa bo'lsin? Issiq suvni ochishingiz bilan darrov kelsinmi? Bir tekisda zo'r issiq suv keladigan bo'lsinmi?" desam, "Shunaqa bo'lsin" deb aytdilar. Unaqada boiler qo'yishimiz kerak deb taklif beruvdik. Bo'ldi, boiler qo'yamiz deb aytdilar. Kotel, boilerni alohida chiroyli qilib joylashtirib berganmiz. Har bitta bu yerdagi mana shu priborlarga xizmat ko'rsatish hisobini olib turib joylashtirganmiz. Ertaga yana bir xil joylarda bo'ladi. Joylashtirib olsam bo'ldi, keyin ertaga xizmat ko'rsatishni o'ylamaydi. Biz unaqa emas, biz ertaga xizmat ko'rsatishni ham hisobini olib turib joylashtirganmiz. Keyin bu suvli zona bo'lgani uchun suv toshish ehtimoli bor. Ertaga har xil holat borda. Datchik protechkaga chiplarni qo'yib ketamiz. Shu joyda suv toshsa avtomatik uyga kirgan suvni o'chirib qo'yadigan bu yerda chiplarimiz turadi. Undan tashqari avariyniy trapimiz ham bor bu yerda. Avariyniy trapimiz mana shu toshgan suv mana bu yerdan bunda to'siq qilinadi, alohida bu yoqqa chiqib ketmaydi. Toshgan suv o'sha trap o'zi ichiga qarab oqib ketadi. Shu ham hisobga olingan. Keyin bu yerda gaz cho'tchilarini ham shu yerga joylashtirib berganmiz. Chunki bu yerda o'zi plan reja o'zgargan. Bu yerda o'zi mana bu xonamiz bizda aslida o'zi oshxona bo'lishi kerak edi. Yonimizdagi bu xona bizda spalniy bo'lishi kerak edi. Lekin rejalar o'zgartirilganda bu oshxona spalniy qilib yuborildi.
oshxona spalniy qilib yuborildi-da, keyin bo'lsa oshxonamiz anaqaga chiqib ketdi. Xollga chiqib ketdi. Studiya format bo'lib ketdi. Bu yerda ham mana kravatni o'rnini tupli polni qoldirganmiz. Atrofida yuradigan joyi o'zi tupli pol qilingan. Kirganda o'ng tarafimizda bu yoq tomonda mana garderobimiz bor. Garderobimizning faqat shkop o'rni qoldirilganda yuradigan joyini o'zi tupli pol qilingan. Endi mana shu radiatorlarimizga ham ahamiyat bersanglar, radiatorga borayotgan yo'li alohida izolyatsiya qilingan holatda boryapti liniyalari. Nimaga desanglar, ertaga uy egasi menga tupli pol yoqmayapti, faqat radiator o'zini yoqib qo'ymoqchiman desalar, uni issiqlik olib kelayotgan turbalari mana shu yo'lini isitib olmasligi uchun alohida izolyatsiya kiygizilgan. Radiatorlarimizga ham ahamiyat bersanglar, vertikalniy radiator. Vertikalniy radiatorni birinchidan chiroyli ko'rinish beradi. Undan tashqari bu joyga o'zi qoidasi bo'yicha, kitobi bo'yicha konvektor qo'yilishi kerak edi. Biz konvektor qo'ymadik-da, konvektordan arzonroq variant. Undan tashqari ham konvektordan ko'ra ko'proq issiqlik bera oladigan variant hisoblanadi vertikalniy radiator. Tarkibi bu radiatorimizning mis alyumindan ishlangani uchun juda ham issiqlik o'tkaza olishi juda ham yaxshi ishlangan. O'zim rosa yaxshi ko'raman mana shu vertikalniy radiator, ayniqsa mis alyumindan ishlanganini. Ko'pchiligiga tavsiya qilaman, olinglar. Agarda sizlarning mana shunaqa joyinglar tor bo'lsa, bu yerga hozir qo'ysa 4 dona qovurg'ali batareya qo'yishimiz mumkin edi. U bizga mana qattiq sovuqda agar faqat radiator o'zini yoqib isitaman desa, kuchi yetmasligi mumkin edi. Lekin bu yerga biz hozir vertikalni qo'yganimiz uchun bundan katta miqdorda issiqlik ola olamiz. Xo'p, endi buni alohida datchiklarini joyi, spalniydagi tupli polda radiatorning datchigini joyi bu yerda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kabellarimiz bu PVC kabel hisoblanadi. PVC kabelni basseyn ichida suvda ham montaj qilsa bo'ladi. Buni izolyatsiyasi yaxshi bo'lgani uchun ustiga gofra kiygizmasdan shundoq kabellarni qo'yib montaj qilib ketganmiz. Xo'p, hammomga kiramiz. Hammomimizda kanalizatsiya o'sha yerdan kelgani uchun mo'ykani kanalizatsiyasi mana shunaqasiga bundoq o'rtadan o'tib ketgan. Bu yertaga bizda nolvoy stechkamizda yopilib ketadi. Bunaqa chiqib qolmaydi, stechkadan chiqib ketib qolmaydi. Hisobi olingan ko'tarilishi. Xo'p, hammomga kirganimizda bizda bu yoq tomonda rakvina, keyin bo'lsa bu yoq tomonda dush qilingan. Dushlarimizga stroyinli smesitellardan foydalanganmiz, devor ichida qoladigan. Boshqaruv paneli bu yoqda, lekin suv tushish joylarini har xil joylardan chiqarganmiz, xaridor bilan kelishgan holatda. Bu yoq tomonda bo'lsa bizda kir mashinaga tochka chiqarilgan, bitta sovuq suv, bitta kanalizatsiya. Keyin bo'lsa bu xonada ham datchik протечка uchun simlarni montaj qilib joylarini chiqarib ketganmiz. Alohida yana qo'shimchasiga avariy trap ham qo'yib ketganmiz. Xo'p, bu yoqda mana ahamiyat bersanglar, shaxtalar to'laqonli dush chiqmasligi uchun shumka qilingan. Undan tashqari bu tellamasligiga ham yordam beradi. Keyin bo'lsa kanalizatsiya ham polni vibrizolyatsiya bilan shumka qilingan. Ertaga ichidan suv o'tsa, suvning dushi eshitilmaydi. Bu yoq tomonda osmon unitazimiz bo'ladi. Osmon unitazi tepasiga hamma kabellarimizni olib kelib olganmiz. Ertaga mana shu joylarda elektr golovkalar bo'ladi. Kollektorda ham ertaga mana shu mebel bo'ladi. Mebelni bunda ochganda bemalol xizmat ko'rsatsa bo'ladigan qilib montaj qilingan. Bizda svarka xizmatlarimiz ham bordi. Gaz tortishlarni ham qilamiz. Kerak bo'lsa mana shunaqa joylarda bu yerda o'zi devor yo'q edi. Ochuv joy edi. Mana shu orqasiga profillarni o'zimiz o'rnatib oldik-da. Profilning ustiga mana qo'ygan doskamiz Apalovkan doskasi hisoblanadi. Bu suvdan qo'rqmaydi. Apalovkan doskasi ham alohida mana bunaqa nakleykalar, mana bunaqa kateklarini o'rnini alohida chiroy berib turibdi mana shu joyiga. Suv toshishini ehtimolini olish uchun qo'ygan datchik протечkamizning krani mana shu. Glavniy uyga kirgan suv qayerdadir suv toshish ehtimoli bo'lib qolsa, misol uchun mo'ykaning tagida ham datchik протечкаning chipi turadi, kotelniyda va hammomda. Mabodo o'tib suv toshsa, avtomatik uyga kirgan sovuq suvimizni o'chirib qo'yadi. Mana kirganinglarda bu yoqda o'ng qo'lda mustahab smesitilgan tochka chiqarib ketganmiz. Bu ham stroyinli. Ertaga kafillar anaqa haqqa olib turib qo'yilganda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kotelligimizga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. To'g'risi kotellik mana shu tor joyga joylashtirganimizga klientimizga ham juda ham xursand bo'ldilar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Yana bitta ma'lumot. Misol uchun
tupli polni siz o'zingizga xohlagan joyingizga yoqmoqchisiz. Misol uchun, mana shu joyda zona o'tdiq. Mana shu dam oladigan joyi o'zini yoqib qo'ymoqchisiz tupli polini. Mana shu joyi o'zini yoqasiz, qolgan joylar isib ketmaydi. Sababi nimaga? Mana shu joyda kelayotgan tupli polimiz o'zini kartasigacha izolyatsiyada kelyapti-da. O'zini kartasiga yaqinlashganda izolyatsiyadan chiqib montaj bo'lib ketyapti. Hamma joy shunaqa qilingan. Misol uchun, agarda uy egasi mana joylarni yoqmayman, zona o'tdiq bilan spalnini yoqmayman, faqat radiatordan issinni, faqat holni yoqib qo'yaman desalar, bo'ldi, faqat yoqallar mana shu joyi o'zi isiydi. Mana misol uchun, agarda botlarni ham yoqmayman, faqat prixoshkani o'zini yoqaman desalar, mana bu ham prixoshka ham o'zini kartasigacha izolyatsiyada kelyapti. O'zini kartasigacha izolyatsiyada kelyapti-da, o'zini kartasiga yaqinlashganda alohida montaj qilinyapti. Mana shu narsa ham ertaga uy egasiga yana bitta qulaylikni imkoniyatini beradi. Kerakli joyi tupli polni yoqib isitish imkoniyatini beradi. Agar kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning jamoaga murojaat qilinglar. Biz quyosh orqali issiq suv ishlab chiqarish tizimlarini ham qilamiz. Undan tashqari kerak bo'lsa, dachalarda, ya'ni gaz yetib bormagan joylarga teplovoy nasos orqali ham isitish tizimlarini qilib beramiz. Undan tashqari issiqlik loyihalarini qilish bilan ham shug'ullanamiz. Kimga agar shunaqa tizimli isitish tizimlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Lux Climate jamoasiga murojaat qilinglar. Biz doim sizlarni xizmatinglardamiz.